بسم الله الرحمن الرحیم. bizlar fontga advancega deydi. Microsoft toza version Office'larga ki bor 2010ga. Advanced ki garchi bu 2003ga ham bor. Bildingiz? Character spacing 2003ga mavjud ta shu yergacha, lekin toza bir taydiga ijod qildi faqat 2010ga mavjudki Open Type Future. Open Type Future faqat 2010ga bor, 7 kam yo'q, 3 kam yo'q. Bu texnologik himoya nima uchun izofa qilgan? Bu bizlarga faqat printerga xatizni nimaki bir-biriga tanosibi bor, u shaklga bizlarga zikr qilgan. Men sizga misolini ko'rsataman. Qarang, mana bu shakl xat bitilgandi. Helpga bor. Office 2010 ga nima new va uncha ko'p desaq munochi. Keling daga. Mana shu xat ko'rasiz. Ikkovi o'rtasida nima different bor? Bilasiz? Avvalgisini qarang, plain text 2007ga va hamchinon nimaga bor, Cga bor. Lekin tozakisiga bizlarga legature kod mana bu sistemda bizlarga apply bo'ladi. Ikkovi farqini ham shu imtiyozini men mavzuda qolib qo'yman, fikr qilib qarang ko'rinadi. Ko'rasiz? F bilan oyni balanga qarang, taga qarang nima sistemda ittisol. Saybada bilasiz ki ona F bilan oyni o'rtasiga qarang ittisol. Va ikkita tik bir joyga bitirib siz qarang nima shaklga bizlarga kelgan va balanga o'rtagan. Juda bitiladi. Matlab bu tekst shu narsalar bizlarga u vaqtdan javob beradiki, bor turdoy vaqtda font bo'lsa, masalan, qancha intihob qilasiz deb o'z bilingki, bor qism fondi turdoy, matlab turdoy chiqib va Windowsda logosi bilan xos bo'ladi. Ya'ni Windows taniydi o'shani. Fontlikka nima qiladi? Qabuli bor. Uni turdoy deydi. O'sha qism fontdan agar siz anjom qilsangiz, bizlarga agar bilsangiz, unda avvalgi plain text unda space bor edi. Bu sistem bolalarga bizlarga nima raqam olib keladi? Bu texnik sistem sifatida. Ko'rasiz, men oyda qanday bergan va kimni qanday bergan? Bu qism texnologiyasi bizlarga bor. Bashartki bu yerdan kelib bizlar intihob qilsak. Buning uchun ochasiz standard only yo standard contextual va qaroin, matlab qarinaki qarin timiyati qanday bir tane irtibot qarinasi bor, kanudasiga shuni kashalanadi, ikkovi bir-biriga ittisol bo'ladi. Va agar tik kashalanmasa edi, bir-biriga qo'shilmaydi hech vaqt. Misli qarin timiyat nima uchun qo'shilmaydi? Ko'rdingiz? Ana shu shaklga yo masalan historical, matlab qadim, historical aslida guzashta tarixini, matlab tarixiy va g'ayra shaklga sizga agar bilan ittisol qilsa, ana shu qism bizdaga Open Type Future Office 2010 ichiga mavjuddir. Sirf bizdaga different shuncha bera oladi, fontga anjom beradi. Lekin qachon printingizni size etadi? Extra level. Qarang, balanga mana shu ko'makga qarang. Word 2010 provide the advanced text affecting future and include a range of the legature setting and choice stylus sets. Ko'radi stylani? Berga bor va hamchon number forms va g'ayri hammasi nima uchun istifoda bo'ladi? Bu hammasi bizlarga bir extra level of the typographical polish. Matlab bu typographical polish nima deydi? Sizga printing chop qilmaysiz, fotokopi print qilib chiqarasiz. Printingizda bir boshqa level style olib kelamiz, ko'rasizlar. Bilan misol qo'ysak. Qarang, bu plain textni bu bizlarga text vector box shakliga bo'ladi. To'shtiz. Ana shu shaklga bizlar intihob qilamiz. Va hamchon xo'p bu bir bizlarga xat ko'rsatadi. Va hamchon number spacing. Masalan, bizlar numbering beramiz, bermaymiz. Qayerga number beramiz? Alloh numbering hech qaysini shuru qilgan olamiz. Bizlarga numbering bor. Paragrafga. Say paragraf bor numbering o'qiymiz. Xo numbering o'rtasiga qancha fosila bersin? Nima raqam fosila bersin? Qarang, number spacing ni ichiga kelsangiz, birtasiga qarang proportional bor, birtasiga tabular bor. Agar siz bunga qo'ysangiz, shakl xatiga keladi. Agar tabularga qo'ysangiz, shakli fehrist qo'yasiz, mana raqam mutanobil bitta-bitta ketgan step by step keladi. Bunda vaqt bir fehrist tamom bo'ldi, bu raqamga o'tadi. Ana bu shakl sistemga bizlarga berga form number spacing bor va hamchon numberda formi line shaklga keladi. Word style, qadimiy style, yana bular hammasi Office 2010 ichiga sirf shuncha bir formatini juda bejonroq qiladi. Bilasiz, har qaysi numberingdagi bo'lsin, uniki bo'lsin, hammasi bo'lsin. Xo'p,
Next bizdaga bor styleless sets. Bu ham bizdaga style, matlab styleless sets ki bu qaysi raqam bizda ki xatti tuzatamiz bir-biriga ittisol keladi ko'rasiz. Mana shu shaklga bizdaga har qism stylelarni intihob qilib, chunki bu Office 2010 bu styling sets bor. Chunki begona style intihob qilib, stylni o'qigan bizni beni qaysi set intihob qilasiz? Har set ichiga o'shuncha bizdaga style mavjud. Va use contextual alternative text bu bir qism tekstni ilova qilasiz. Safi internet agar siz design qilsangiz Word ichiga aks qo'yasiz. Aks avval ko'rinmaydi, lekin chunki safi internetga aks bilan keshroq ochiladi. Tebal kirda keshroq ochiladi. Qisqasi tebal ochilguncha o'shani joyiga bir xat bitishsiz o'zini ichiga o'sha xatni ko'rsatib to'xtasi. Ya'ni matlab bundoqki lutfan muntazir bo'ling. Tebal darhol bosozlik qilaveradi. Shunaqa emas. Bitta forsiga ko'rgan bo'lsangiz internet ochguncha aks tezga ochilmaydi. Shunaqa emas. Ya tebal tezga. Agar bunga qo'ysangiz dozordagi tebal va g'ayriga alternative text borda, o'sha qism tekstga bizdagi use desangiz, o'shani sonra internet safhasiga ochguncha, kechroq etguncha lutfan muntazir bo'ling deb tavsiya qilaman. Chunki internet server speed kamroq biladi degan. O'sha shaklga bizga. Saybildi. Xo'p, mobaqiya bizga set as a default o'qib bersaymi va hamchon text effectim kamilan bizda o'qib o'tib joyga qismlarga avvaliga boradi bu joyga bu formatga o'qiyamiz. Tobagacha font formatting edi. Saybildi. Fontni qarang baxshi tobagacha bizdagi edi, fontni tobagacha xalos qo'ydi. Bundan faqat bizdaga ketadi paragraf format. Inoqa paragraf bizdaga inglizcha qonunga qarasangiz Word ichiga to enter urmasangiz paragraf tamom bo'lmaydi. Saybildi. Masalan qarang siz bitta desiz masalan a book va hamchon monanda bu jumla bitib ketdi. Shu har qanchaki siz jumla ham bitib bergan sizga nimadir? Tanus paragraf tamomini yo'q qarang, bitta masalan shurada. So'zlaring. Men enter urdim shu bilagacha? Yo'q. Enter qilganim tanus menga paragraf tamom bo'lgan emas. Paragraf nima aytadi? Paragraf bizda mana maqola deymiz. Ya'ni bir hadaf, maqsad shu borga bitaysiz, to qachongacha tamom bo'lmasa siz enter olmaysiz o'rniga. Top o'shani borasiga bir ma'lumot. Masalan, siz agar kitobni bilsangiz, bir mavzuni borasiga bitaysiz. Bir mavzuni borasiga bir paragraf bilan yo'nta. Bir irtibot bor, ne? Bizda o'zi namozni, masalan, namozni borasiga bitamiz. Namoz faroizini. Shu namoz faroizini iymon bilasiz, taygacha bir nima ketadi degan, bir maqola ketadi, bir paragrafga enter urmaysiz. Foydasi nimada? Chunki bizlar enter ursangiz, imkon bor paragraf va g'ayrini format qilaman dedingiz, o'shaga yarmiga anjom biladi, yarmiga anjom bo'lmay qoladi. Formatini qonuni shuda. Xo'p. Anenim keldik. Xulosani paragraf formati ichiga avval bizlarga bor nimada? Number, bullet. Bullet bizlarga u vaqt istifoda qilalasizki, masalan, bir narsaning juzlari bor, ajzosi bor. Har ajzoni siz istifoda qilaman desangiz, bizlarga nima beriladi? Bullet. Masalan, qarang bir klik qiling. Ko'rdingiz? Bir bullet matlab bir nuqtagina bitta to hanuz men to enter olmasam qarang qanchaki xat bitishim ketadi. Agar enter uray, bu davom shuru bo'ladi. Ya'ni matlabi bir paragraf yangi tamom bo'ldi, davom paragraf ketdan shuru bo'ladi. Saybildi, u omda bir xat, 10 xat yo yarim xat qanchaki bo'lsin, sonra enter ursangiz, matlabi ko'p paragraf bizga tamomlaydi. Saybildi, buni bizdan bullet ham bizga o'sha tajziyaga istifoda bilan ko'proq juz qilasizlar narsani, bu yerga yak dusya ham istifoda qiladilar, shuni ham istifoda qilamiz. Bu ham yak dusyaga dalolat qiladi. Beriki shu shaklda. Sayib. Keldik bulletni formatini ichiga. Xo'p, bulletga agar non desangiz, yana ham yo'qdi. Ya ustiga bir klik qilsangiz bir qalla keladi, bir qalla yo'q. Matlab o'sha gapni ham boshiga borib shunga o'xshaydi o'sha gap. Saymi? Bulletni styleini ichiga qarasangiz, bu bor. Aks ham qo'ya olasiz. Qo'lni ham qo'ya olasiz, simbolni ichidan men keltiraman bilan sizga bo'lmasam, olsam o'zim beraman. Masalan, buni qo'ygan bu shaklda to'xtay. Nishona. Enter ring, sekinga mena o'shadi. Siz va hamchon bunaqa format qilaman desangiz, bega keling defend new bullet. Ko'rdingiz? Defend ichiga boring, sizga 3 tariqa bor keltirmoqqa. 2 tariqa, birta symbol keltira olasiz, birta picture keltira olasiz. Bu xizora formatidir. Masalan, agar siz symbol ketsangiz, symbolni ichiga borasiz. Ko'rasiz symbolni. Sizlarga qadib berdim, symbol qaydan bizga symbol topilsa, mana shu yerdan oqchoqqa boring. Mana shu symboldan buni qo'ldagidan har qaysini qo'ya olasiz. Buni qoldingiz, pastga nima joyga nima qilasiz? OK qilasiz. Sonra shuni size-ni katta kichik qilaman deb o'zingiz qaysi tarafga qo'ygan direction'ni. Left tarafga, center ham bor, right taraf ham bor, raqamni qo'yish uchun xatingiz o'zi bizga left, centerdan qilib o'tmaymiz, centerga to'g'ri o'shuncha joyga qo'yilgan.
keldik vaqti ki men format katta qilaman desam size'ini shuni boylatdi bega boraman bedan fontdan size'ini katta qilaman 18 ga qo'yaman ko'rdingiz bizdagi size nima bo'ladi katta o'sha yerdan bo'ladi chunki font size va g'ayra uchun qarang style size imkoni bor agar siz aytsangizki no color ham change saybildi boylet format qila olasiz endi meniki bedan sirf format uchunda va agar men picture intihob qilsam defenga boraman picture agar picture bergan mavjud bo'lmasa importdan kompyuterimda ichidan men picture olib kelaman bega boring masalan men picture qilaman adi ko'rish picture intihob qiling okey deng ko'rish font shuncha xavfim chunki pictureda size bergan bo'lmaydi saybildi tushdingizlar boylet ichiga bega borasiz bega defen ham xalaq sizga keldik bizlarga boyletni levali bo'ladi bizlarga qaysi levelga qo'ygan bu level bor bu level bor buni foydasi nima sizlarga shoyad ma'lum bo'lsa ki bizlar agar tajziya qilsangiz imkoni bor juzli ichiga juz bo'lsa tajziyani xo'p bo'ladi konsini taqsim qilasiz bir narsani 2-3 ta taqsim saymi xo'p 2-3 ga shunaqa yak desa berasiz kelin normal holatga qo'ying mana shuni qilib berdingiz 1-2-3 ga siz xohlaysizki bu baxtaki juzga bor matlabi ku bu bundan musoviydir matlab bu ham bir qism yo agar bu buni qismi bo'lsa bu kamasdan ikkita qayerga to'xtasa ilgariroqqa kelib to'xtasa past class deganda level change bilan qarang levelni change qilib ko'ring bu level boring ko'rasiz bu buni tajziyasi ma'no beradi say bo'ldi ya'ni bu buni juzidir qarang levelni ichiga boring siz berga keling levelga matlab bu buni juzi past degan qo'ying yana buni juzi xalos bo'ldi degan taga nima qilasiz enter bu space ga boring past beda numbering degan shuru qilingki past bunga boring numberini shuru qiling past level change qiling yana keling past level ustiga shuni muqobilga avvalgi levelga bu degan muqobil say bo'ldi tushdingizlar matlabiga xo'p levelini ham bildiz qayerga bizda istifoda qilamiz level chunki tajziyani juzli ichiga juz bo'lsa tajziya qilsangiz bizdaga level istifoda qila olasiz xo'p formatini boshqa narsa boyletni ichiga agar boyletni muqobiliga bizlar agar endi numbering beramiz desak kelasiz bu joqqa numberingga mana numbering so'ratiz ham boshiga boylet bo'lmasin numbering bo'lsin numbering nima deyiladi 1 2 3 dan istifoda berib ketaveradi boshqa hammasi o'shanday bir g'irtay muxolifdir muxtalif nimasi bor qarang bu numbering bor bu sistem bor bu dizayn bor har dizayn bor ko'rasiz 1 desa tabagacha bu inoniy masalan abc bor kichik katta bu ham bor buni kichik bor misli manakini va bedun azuk bizak kelsangiz defen numberga boramiz nega bor edi defen bu boylet bu number buni defeniga keling siz bu yerdan 1 desa olasiz abc yana ham shuning ichiga mavjud ko'rasiz mana bu stol 2000 daga bor boshqasiga yo'q bu kuba 2000 daga kelibdi toza lekin number format lekin 2000 nimaga yo'qdi degasiga yo'q xo'p barhol yo bu bo'lsin bunga ketini 0 dan ketan bironda stol kerak mana stolni qo'ysangiz ham qarang ol bizdaga men o'tganda 0 dan shuru bo'ladi 0 dan to dagacha da bo'ladi nafas da bo'ladi 0 xatm bo'ladi matlabi bu deydi bunda ham number formating bu doza formatda 2000 daga mavjuddir xo'p agar men xohlasamki numberimda format shu bo'lsin lekin qavsni qaddiga yo manfiy yo va g'ayra ko'rmaysiz degan nuqta kelishi ham shunday emas siz boshqa narsa intihob qila olasiz komma nuqta qarang degan nuqta kelibdi men xohlayman number format qilsam menga alamay nima kelsin manfiy kelsin masalan 1 qo'ysangiz say bo'ldi bunda ham qila olasiz bas bu yerda nimani intihob qiling numberingni intihob qiling bega yan boshiga qavsdan bera olasiz yo manfiy bera olasiz nima raqamga format qilasiz o'z dilxojingizga bergan mavjud bo'la oladi defen ichiga borib bu joyga say yo qavs yo har narsa siz bersangiz yana o'sha alignment bor left right va size'ini katta kichik qilamiz yana o'sha font ko'rasiz rangini change qilaman desangiz masalan boshqa bir rangga degaga bo'lsin say ham color verdan change ham bu yerdan say bo'ldi bega intihob qila olmaysiz seni bu yerdan change qilaman desangiz sizga mushkul tamom bo'ladi garchi bergan bo'ladi osaysiz lekin to'g'ridan bir o'yga oson tariqasi say bo'ldi buni xibildizdan define new number alen keldi bizga change level yana o'sha level bor. Masalan imkon bor yaktichiga tajzihoy degasi borki edan shuru chunki yaktichiga yak bo'lmaydi.
yaxshiga yak beraman desangiz sizga ham mushkul mana buni qarang. Keling men yakni bu joyga taylaylik. Sizga bu joyga berdim dublni. Madam dubl emasmi, bu buni tagiga buni levali, buni taqsimi. Madam buni taqsimiga mana bu shakl e bera oladi, yemasa bu shakl bizlarga bera olasiz. Qaysi levaldagi bersangiz. Yana ham shu levalda bizlar bitta baxroqqa olib kelamiz. Varxatni qilib ko'rasiz bizlarga qanday olib boriladi. Ko'proq fosilasi uzun bo'lsa. Sayboldi? Fosilasini qarib va g'ayram bizlar qo'llaymiz. Yana buni ichiga agar siz buni ichiga bitta enter qilib ketavering bu shakl. Sonra bundan xalos bo'ladi, adasiga bu vaqqa bo'lsin. Yana pas dorik bir asli levelda chekirasiz, leveldan pas yakka pasni dubilasiz. Chunki juzni ichiga juz tajziya qilib keta olasiz. Xo'p, degan bizlarga mavjud set the number value. Quloq soling, men bu joyga dubitdim. Say, xo'p, dubitni siz aytasiz, endi bundan baqa pas yakdan shurubimiz. Chunki buni tajribasi xolos bo'lib bir tajriba. Shunaqa emas. Bu degan narsa, agar men numbering bersam, boyat degan ilmonki degan bitim, bedaga men numbering beray, boyat shuni damas bo'lsin. Yo matlab olib bu berik edini tajribasiga. Agar shu masalaki mana shu chorni 5, men shu yakdan shuru bo'lsin. Shunda number setting qilasiz, ziyod kamtaga borasiz setda number value. Set number value ga keling. Avval bizlarga qo'yilgan qaysiga? Start new. Qayerdan shuru bo'lsin? Pas yakdan shuru bo'lsin. Sayboldi? Direct change qilasiz. Yana keling siz number value ga. Agar aytasiz continue ga qo'ysangiz qayerdan shuru bo'ladi? Keling continue ga qo'ysangiz joriy bo'ladi. Lekin escape advanced value ga qo'ying. Yana matlabi ko va g'ayra olib continue. Continue matlabi ko new value dan shuru emas. Qarang ham shunga keta continue. Ketmaydi numberingiz. Shuni continue ga qo'yilgan. Agar siz borib change qilsangiz start add new desangiz, degan new number berasiz. Neden shuru bo'lsin? Birdan. Yo ikkidan. Sistemga bizlarga bo'ladi. Sayboldi. Sizlar matlab begacha bizlarga nima edi? Numbering edi. Ana quloq soling, multi levels list. Multi bir levellarni har qaysini o'ziga bir level bor edi. Ko'rdingizmi levellar? Buni ham leveli bor. Bizlarga va ham chinon nimani ham leveli bor, boylikda ham. Bizlar keldiga bir taydiga bor, bizlarga multi levels. Olish bilan meni levelim qaysi? O'z ko'rsatadiki meniki bu deb ko'rasiz, duni qadiga sora shu silsila men level intihob qilaman. Agar non desam, balki menga hech level yo'qdi. Shunaqa emas bega non bo'ldi. Agar men xohlayman bunga o'zim level intihob qilsam, levelni chekiring, mana shunga numbering bo'lsin, bu silsilaga kelsin. Intihob qiling. Endi qarang numberingizni, agar bunga levelini beraman desam, change levelga borsam, menga qaysi qism mana bu shakl. Ya'ni men leveliga boray berga, shu numbering ne? Unga change levelga boray. Bu silsila. Ko'rasiz levelini? Qaws berilgan. Say, yangi qarang, yakida mumkin bunda qavslar emas edi. Ko'rsangiz mana bunda shaklga men intihob qildim, beqavs. Hali bunga hammasi nima narsa ko'rmaysiz? Qavslar bor. Buni chunki men qayerdan level intihob qildim? Buni uchun kerak bu level intihob qildim. Agar men bu levelni intihob qilsam, endi kelib qarang, buni chek kelib qarang bizlarga, agar numberingni shuru qilsa. Har qayerdan bo'lgan level intihob qiling, ber nima stylini intihob qiling, berga kelib level apply qila olasiz. Level aslan o'zi olinadi bu yerdan. Ko'rasiz levellarni? Berga bor, lekin numbering uchun faqat mana shunchagina. Bu numbering, bu boylik. Ammo bular bashartiki nima desangiz, fihris desangiz. Uni so'ra stili va bizlarga kelgan bu yerda mavjud bo'ladi. Beg'ayr azam men shuni ichigan. O'zim ham new level seta olaman. Nima change level bu xo'ja style. Shunaqa emas. Without bizlar kelib defender new multi listdan bormi o'zim seta olaman. Say bo'lyapti. Tushdiz? Keling shu yergacha bizlar bas qilib ertaga men o'zim defend qilaman, chunki buncha gap ko'p so'rayni style o'tib boramiz. Har qaysini bizlar ish ko'proq tomon biladi va vazifa xonaga lazim. Ko'p tomon. Inoga vazifa xonaga bizlarga buda boyat sizlar siz ziyofa kor emas. Banom letterhead degan. Avval kim satdik vaqtni? Xo'p, keling buradan aytishgan yana bir nima sotib beraman? Letterhead otga. Matlab letterhead buni aytadi, bir kompaniyalar bor, shu qog'ozi bor, o'zini oldiga o'shanga bittaga maktub beradi. Sirf nimasi unga? Unga kompaniyani nimasi olib bitilgan?
alti bitilgan logosi qo'yilgan, yana boshqa bir matlab tarixi bitiladi, tarixi. Va tagiga tomondan tagiga bir adresi va e-mail, telefon nambari, boshqa o'rta holi xat bitiladi. Shuni bir dizayn tuzating. Sotolasiz? Nima o'zini soting. Tariqa saqt emas, sotin shunga nima bo'lsa men yo'q ko'rishdaman, letterhead nima raqam keling, hamma stop qilaman shuncha.